Assalomu alaykum hammaga. Sizlarga internetdan mut foydalanish sirini o'rgataman. Ko'pchiligi tarifi, sim kartaning tarifi 40 ming so'mdan to 100 ming edi. Shu narsa bepul qilishi o'rgataman. Hatto 1 oy bo'lsa ham. Bo'lsa bu taktika yilini 2 marta bo'ladi atashmasam. Sizlar uyingizda masalan 3-4 ta odam bo'lsa, 5-6 odam bo'lsalar, shuni 2-3sini kamida sim karta olmoqchi bo'ladi. Barasizlar, sim karta olasizlar, pasportlar olib, sim karta olasizlar. Keyin esa u sim karta ag'amni Open Budget ovoz berasizlar. Open Budget bilasizlar 50 ming so'm. Onlayn 50 ming so'm berish. Keyin esa u da 50 ming so'm bilasizlar to'lagan pullardan chiqadi. Keyin u sim kartani esa bemalol Telegram ochib, Telegramdan sassadlar bo'ladi. Sizlar kamida bir 100 ming so'mning foyda etasizlar. Eng plus tarafi megabayt sizlarga mut bo'ladi. Bu videoni shu sim kartasidan pul topib yurgan megabaytini har doim yetirib yurgan odamlarga tashakkur qo'yamiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Bu taktikani albatta ishlatinglar.